Boshim yo'rilayapti. O'lib ket! Voy kelim, uni nima qilib ma'bursing? O'lib ket! Har kuni ichib kelasiz, alkash! Ibi, kayvoni yanga. Jo'ramni nima uryapsiz? Siz ikkita alkash erta kelajakda farzandlaring ham o'zingga o'xshagan alkash bo'ladi. Yurayni ichmaymiz, xotin turatayapti. Buni taylab bo'lmaydi. Nimaga? Baliq suvsiz yasholmaydi. Qachongacha shaluvchi bor? Bitta yo'li bor, yur berga. Xotinim o'xshaydi. Xotining spamni-ku. Xo'sh, nima keldilaring? Ey, xotinini aytish bo'yicha ichganimiz farzandlarni kelajakka ta'sir qilar ekan. Shungacha damda o'qib ber haydi. Farzandlarimiz zo'r odam bo'lib kelsin. Biz ichib yurardik. Ulavray. Men sizlarni tushundim, oxey. Yomon botdi, og'ir botdi. Tagimda bir nima qovotdi. Yaxshi. Suf! Men betim yuvganman. Rahmatulloh. Vaqt o'tishini qara, aradan 25 yil o'tib ketibdi. Bitta o'limni chaqir, bitta ko'raylik. Qo'yjira chaqim, o'ldirgim kelyapti-da o'limni. Yo'qma ketyapti, samdib ketadi. Nimaga urasan bachchani? Ey, Shamsullo. Ha, kimdir Shamsiddin chaqirdimi? Voy, amaqila ketdi-yu. Yo'q. Voy! Kstati, hech kim meni ko'tara olmaydi. O'rta bundan nima yo'qma ketyapti? Xo'p, dadajon, ishxonada bo'laman, mo'ylovlaringizdan. Dadammi? Qaydan keldi bu falokat? Dada, nima bo'ldi sizga? Dadang davlanasi tutdi, chaqirdi-ku. Amaki, xotiringizga qilmanglar. Men o'z davlanalarni o'zim joyiga tushiraman. Qani? Yo'q.